DSP tashxisi bo'yicha kelganmiz. O'g'lim emaylab yurishga harakat qilyapti. Doktor Ravis klinikasiga o'g'limda DSP tashxisi bo'yicha kelganmiz. Bu yerga birinchi kelgan paytimizda o'g'limda oyoqlarida harakati yo'q edi, ko'zida g'ilayliklar bor edi. O'ng tomonida, oyog'ida, qo'lida yaxshi harakatlantira olmas edi, gapirmas edi, gapirsak ko'zimizga qaramas edi, anglashlari yo'q edi. Biza bu klinikaga kelganimizda birinchi kursida o'zida ko'p natijalarga erishdik. Oyoqlarini ancha ishlatdi, qo'llarini ancha ishlatib, birinchi kursini o'zida gapga tushib, ancha muloqotga kirishib qoldi. Hozir biza bu yerga kelishimizga 7-kursimiz. O'g'lim emaylab yurishga harakat qilyapti. Bemalol gaplasha oladi, biza bilan ancha suhbatga kirisha oladi. So'ragan savollarimizga javob bera oladi. 1 dan 10 gacha bemalol sanab bera oladi. Katta minnatdorchilik bildiramiz. Tavsiya qilamiz, sizlar ham kelinglar.